Xo'p, bizda keyingi savolimizda 1,5 molarli natriy sulfatni normal konsentratsiyasi so'ralyapti. Biz aytib o'tdikki, oldingi savollarda ham qisqacha ko'rsatib ketdim. Molardan normalga yoki normaldan molarga o'tish mumkin. Juda ham oddiy formula. Demak, hozir bizda Cn so'ralyapti. Cn doim kattaroq bo'ladi molarga qaraganda. Cm ko'paytiriladi valentlik ko'paytirilgan indeks. O'rniga qo'yamiz. Bizda 1,5 berilgan molar konsentratsiya 1,5 molar ko'paytirilgan. Bu yerda e'tibor beringlar, natriy sulfat, to'g'rimi? Natriy sulfatda natriy 1 valentli. Natriy 1 valentli. Indeksda 2 turibdi. 1 valent, kelaylik shuni raqamda, indeksini 2 deymiz. Hisoblasak 1,5 ni 2 ga ko'paytirish kerak ekan. Bu chiqadi 3 normal. Javobimiz shu.